Bu mehmonxonada ishonasizlarmi, bir o'zim bor ekan. Mana. Mehmonxonada bir o'zim Buffalo degan xona. Bu yerda fil. Hozir mana nimani ko'rsataman. Pastni ko'rsataman. Kattagina haligi nima deydi? Apartament deydimi, o'shanga o'xshash joy. Bizdan boshqa mehmon yo'q. Sveti ham yonmas ekan. Bu tomonda. Xullas, mana shu mehmonxonasi. Oshxonasi bu. Mana bu yerdan ertaga ertalab zavtrak tayyorlab beradi. Haqiqiy yolg'izlik bo'ldi o'zi ham, haqiqiy. Har zamonda shamol qarsilatib urib qo'yadi. Bu esa tashqari darvozadan nariyog'i shu bilan ko'chaga chiqib ketasiz. Bu hovlisi, mehmonxonamiz hovlisi. Mana shamol itarib yotibdi buni. Xullas shunaqa gaplar. Mana bu yerda zebrani xonasi bor ekan. Mana xonalarda raqam emas, hayvonlarning nomini yozilgan. Bizda Buffalo turibdi. Bu yerda zebra. O'zimizni Buffalo degan xonamizga kirib olamiz. Mana bu Simba. Ko'rdinglarmi? Xonalarda nomlab chiqibdi-da. Mana bizniki Buffalo. Mana shu xonada turibman men. Yonimizdagi xona jiraf ekan. O'zi ham shu Marsda yurgan his qilyapman o'zimni. Shunaqa ham yolg'izlik bo'ladi. Mana mashinik shofyorimiz ham ketdi. Boyagi yangi olib kelgan shofyorimiz, ko'rdinglar, boyagi Nayvash ko'liga olib borib, hamma yoqda aylantirib, bu yerga tashlab ketdi. Bron qilib qo'ygandik avvaldan. Xullas, shunaqa gaplar. Mehmonxonaga joylashib oldim. Hamma yoq bardak sochilib yotibdi. Hozir oshxonasiga tushib, mana bu go'shtlarim bor edi, isitib oldim. Xullas, kofesi bor ekan, bu shakarlar.